Real Madrid uchun xursandchilik onlari yetib keldi, chunki jamoa o'zining sevimli turniri Chempionlar Ligasiga qaytmoqda. Bugun tunda Real Madrid o'z uyida Manchester City bilan jang qiladi. Gvardiola shogirdlari Madrid bilan o'yinga jiddiy tarzda tayyorlandi va ular Realni turnirdan chiqarib yubormoqchi. To'g'ri, Realning ahvolini yaxshi deb bo'lmaydi, biroq Chempionlar Ligasida qirollik klubi o'zini boshqacha tutadi. Jarohatlar ham yetarlicha. Kylian Mbappe, Rodrigo va yana 8 ga yaqin futbolchilar. Ko'plab insayderlar Mbappening o'yinga tushishi haqida aytmoqda. Balki keyingi uchrashuvda ko'rishimiz mumkin. Jamoa hozirda faqatgina Viniga ishonmoqda. Ushbu o'yinni sahifamiz Biosdagi Telegram kanalimizdan jonli efirda ko'rishingiz mumkin. Real Madrid va Manchester City o'rtasidagi o'yinlarda 2020-yildan beri qiziq bir statistika bo'lmoqda. Birinchi golni urgan jamoa ko'pincha turnirdan chiqib ketgan. 2020-yilda Real Madrid birinchi golni urgan, keyingi bosqichga Manchester City chiqqan. 2022-yilda Manchester City birinchi golni urgan, keyingi bosqichga Real Madrid chiqqan. 2023-yilda Real Madrid birinchi golni urgan, keyingi bosqichga Manchester City chiqqan. 2023-yilda Real Madrid birinchi golni urgan, keyingi bosqichga Manchester City chiqqan. 2024-yilda Manchester City birinchi golni urgan, keyingi bosqichga Real Madrid chiqqan. 2024-yilda Manchester City birinchi golni urgan, keyingi bosqichga Real Madrid chiqqan. Bu safargi o'yin qay tarzda yakunlanadi? Izohlarda fikringizni yozib qoldiring va do'stlaringizga yuborishni unutmang.